Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamasizlar? Do'stlar, xudo xolasa mana qilich o'riklarimizni ko'rishlaring mumkin. Aprelning 20larida ekilgan o'rik mana bu yil 2025 mana. Kalibrlarni ko'rishlaring mumkin. Do'stlar, bunga hozir biz shakl bergani keldik. Xudo xolasa Namanganni chustamiz. Mana bir shakl berishlar sizlarga ko'rsatamiz. Endi olib keling kamerangizni do'stim. Bu qanaqa shakl degan joyiga men sizlarga hozir ko'rsataman. Do'stlar, mana shu holat, mana shu holatlariga bir xillikni bir xil olish kerak. Buni biz hozir bu holatda qilib bitta shakl beramiz do'stlar. Mana yerda yana bitta shox chiqalik, bu kaltagimiz 4 oyda o'zini mevaga hosilga o'tiradi. Keyingi yildan 2 yashar bo'lganda mashlarda 4 kilo, 5 kilo meva olishi mumkin do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Bir xillik 10 sm mana tekis qilib. Ko'rishlaring mumkin do'stlar. Buni bergan shoxlari vaqti zo'r effekt berdi. Mana 2 oylik ko'chatmasi mana. Hisobda hozir bir bola bir 60-70 sm shox bergan 2 oylik ko'chatlar mana. Ko'rishlaring mumkin. Bunga biz shakl bergani keldik endi. Sizlarga hozir bu kenguru butasi demaydi. Tega bu usulda olib ketyapmiz o'rikni ham mana. Ko'paytiramiz, xudo xolasa maytdan shox chiqarib bersa, avgustga borib yana bitta shakl qilamiz, daraxt holatini ko'rasizlar do'stlar. Tagi ham baquvvat bo'ladi. Mana qanaqa shox bergan mana ko'ring. Shox mana bo'yi 2 oylik ko'chatmasi do'stlar, mana ishonmaysizlar 2 oylik mana. Bitta 70 ga forma berilgan. Olib keling, men formasini ko'rsatingda. Mana bitta 70 ga forma berilgan. Mana 70 sm da forma. Mana u 2 oyda chiqqan shoxlar mana. Ega bu usuli deyiladi, mana shu holatda 10 sm, 15 sm iloji boricha bir xillik bo'lishi kerak mana. Ko'rdinglar do'stlar? Xudo xolasa bag'lagan shu holat, mana ko'chatlarimiz. Ularni ham ko'rsating. 2 oy bo'lgan nurda turgan ko'chat. Yil ekilgan aprel 20'sida mana. Xudo xolasa. Keyin mana o'tiga kelsak do'stlar, mana shu o'tlarga ham savol bo'lyapti. Bunga hali herbisid dorimiz bor. Glifosat degan dori. Xuddi o'shundan bir qator septiramiz. Xudo xolasa rosa hozir o'laydigan mahalada bir qarshilik bo'ldi mana. Urug'i hali pishmagan. Qaytib chiqmaydi o'shunaqa nima o'tlarimiz do'stlar. Ko'chatni ko'rsating do'stlar mana. Ham bo'yi bo'lib qolibdi o'zi. 2 oylik ko'chatlarimiz. Mana shu holatda qilib kesamiz. Bu yozgi kesuv abreskasi mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Ko'rishlaring mumkin. Okey, bir xillik. Bu farqi yo'q. Shox terelatish shart emas. Bir xilda kesib qo'yilsa, buni biz avgust oyiga borib olib turib bitta tanlab olamiz shoxlarni. Rahmat do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar. Kommentga ham do'stlarga ham jo'natib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.